Gruppaga yangi qo'shilgan opalarimiz, sizlarga farzandingiz to 1 yashargacha bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib beraman deb aytdim. O'shani men sizga aytib boraman. Farzandingiz yangi dunyoga keltirgan bo'lsangiz, nimalar qilishingiz kerak? Asosiy bu videom tegishli bo'ladi o'zimizda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda yurganlarga. Chunki Rossiyada yurganlar hammasiga обязательно uzi qilinadi. Bizda kamdan kam osmotr qiladi, bir marta ko'radi kasallik, yaxshimi farzand, yaxshimi, biror shikoyat yo'qmi? Yo'q, tamom. Bo'lasam privka qilaverasan deydi. Bu narsa oqibati biron xil problemalarga olib kelishi mumkin, bolangizni invalid qilishi mumkin. Nima deydi, aqli past bo'lishi mumkin, umstveniy осталость deydi, shunaqa narsa qilishi mumkin. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun nima qilishingiz kerak? Siz qilayotgan ishingiz, farzandingiz tug'ildi, tug'ilgandan keyin bir oy, shu 25 kundan 30-kungacha siz borib turib hamma joyini bir marta uzi qildiring. Shu miyasidan boshlab turib to ichki organlar, tasabbiy sustavgacha uzi qilasiz. Harakat qilingki, yuragini ham uzi qilishga. Yuragini uzi qilasiz. Keyin undan keyinsiga olib borib nevrologga ko'rsatasiz. Nevrolog ko'radi, hammasini ko'rib chiqadi. Miyasi toza, yaxshi. Zakljuchnatsini yozadi. Yaxshi, dabroq nima qilishga, privka qilishga yozadi. Undan keyin xirurgga olib borasiz. Xirurg ko'radi, hamma joy yaxshi bo'layotgan bo'lsa, dabro yozib beradi. Privka qilishga deydi. Undan keyin sizga okulist bo'ladi, to есть ko'zini ko'rishga. Ko'zini ko'radi, hammasi yaxshi bo'layotgan, dabro yozib beradi. Ana u paytda siz borib turib privkani boshlasangiz bo'ladi. Agar vdrug miyasida biron xil problemasi bo'layotgan bo'lsa, u paytda sizga сразу yozadi nima? Nevrolog yozadi. Определенных время, misol uchun to рассасывание bo'lgancha yo bo'lmasa 6 oygacha privka qilish mumkin emas deb. Agar siz bu narsani qilmasdan turib privka qilsangiz, ko'rona, chunki biz vizualni, misol uchun miyani ichini ko'ra olmaymiz-ku o'zi qilmasdan turib. Agar privkani qilib qo'ysangiz, privka unga noto'g'ri ta'sir qilib, naborot ta'sir qilib, uni rivojlantirib yuborishi mumkin. Nimani? Misol uchun ko'proq kista bo'ladi-da, shunaqa nimalar bo'ladi, образование bo'ladi. O'sha narsani rivojlantirib yuborishi mumkin. Agar rivojlantirib yuborsa, bolangizni invalid qilishgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun shu narsalarni o'tmasdan turib, обследование qilmasdan turib, biror xil privka olmanglar. Eslangdan chiqarmanglar buni.